Aholini toza va sifatli ichimlik suvi bilan ta'minlash, suv resurslaridan oqilona foydalanish hamda uning sifatini doimiy nazorat qilib borish bugungi kunda ustuvor vazifalardan sanaladi. Shu maqsadda Jizzax shahridagi bir qator mahallalarda ichimlik suvi sifatini o'rganish va laboratoriya tekshiruvlaridan o'tkazish bo'yicha nazorat tadbirlari tashkil etildi. Aholini sifatli va xavfsiz ichimlik suvi bilan ta'minlash, ichimlik suvining amaldagi sanitariya-gigiyena talablariga muvofiqligini nazorat qilish maqsadida Jizzax viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi hamda sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati mutaxassislari hamkorligida Jizzax shahridagi Bog'ishamol, Amir Temur va Xayrobod mahalla fuqarolar yig'inlarida o'rganish ishlari olib borildi. Tadbir davomida mazkur mahallalar aholisiga yetkazib berilayotgan ichimlik suvining davlat standarti talablariga mosligini aniqlash maqsadida ichimlik suvi inshootlari, magistral va ichki tarmoqlar hamda aholi xonadonlaridan namunalar olindi. O'rganishlar davomida mutaxassislar tomonidan 20 ta bakteriologik va 20 ta kimyoviy tahlil namunasi yig'ilib, laboratoriya tekshiruvlariga yuborildi. Olingan namunalar orqali suv tarkibidagi mikrobiologik ko'rsatkichlar, sanitariya holati, shuningdek kimyoviy elementlar miqdori va ularning belgilangan me'yorlarga muvofiqligi o'rganildi. Bu suv namunalarini olishdan maqsadimiz aholiga yetkazib berilayotgan ichimlik suvining sifatini o'rganish maqsadida olinmoqda. Bu olingan namunalarimizda Jizzax shahar SESning laboratoriya bo'limiga taqdim etildi. Bu kabi nazorat tadbirlarimiz doimiy ravishda inspeksiya tomonidan olib borilmoqda. Tahlil natijalari asosida mas'ul tashkilotlarga tegishli tavsiyalar berilib, ichimlik suvi ta'minoti tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha amaliy ishlar olib boriladi. Mazkur nazorat tadbirlari aholiga yetkazib berilayotgan ichimlik suvining sifati va xavfsizligini ta'minlash, mavjud muammolarni o'z vaqtida aniqlash hamda ularni bartaraf etish yuzasidan zarur choralarni ko'rishga xizmat qiladi.